Bolalarda mana misol ustki krug bor, bilasizmi? 4 kishi, 5 kishidan. Qizlarni endi unaqa bormayapmi bilmayman. Lekin qizlarda paddeshga boshqacha. Qizlarda paddeshga boshqacha. Misol post qo'ysa qizlar bir pasda kirishib, layklar bosib, kommentariyalarga krasotka, oy как milo bu narsalar. Bolalar post qo'ysin, birinchi hali iplos keladi. Birinchi hincha bayroq tashlaydi. 4 ta. Orqasidan hali 4 tani atmetcha qiladi qolgan 4 tani. Ana 4 ta kelib birinchi yozadi. Bo'g'am bunaqa post qo'yib, qurbaqa bilan yonma-yon qo'ysa, aka-ukaga o'xshaysan o'zi. Yana bittasi kelib 1000 ta layk olsa telefonini olib beraman. O'ttashida. Mana misol u ustki krugdagi bolalarning ichida ikkitasi bo'ladi. Biri-biriga shunaqa bir jinni bo'ladi haligilar. U odammi shular ham deysizlarda. Hali shunaqa videolar tashlaydi u ikkitasi bir-biriga. Ana qizlar Instagramda unaqa videolar borligini bilmasa kerak deyman, nima? Ikkita qoravoy o'pishayotgan video tayyorgan bir-birini biz deb atmacha qilib qo'yadi. Buni ko'chada it o'tib ketsa, qara dadang ketyapti deydigan ashlar. Va unaqa qilishmagan desangiz foyda